Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Mana bugun Xudo xolasa 2025-yil 3-may sanasiga ko'ra Xudo xolasa Ruslanbek jo'ramiz o'zimizni uchamiz shu yerda avtosavdosida Xudo xolasa yan boshina kelib qoldi. Qo'shko'pir elektroset yanında. Qo'shko'pir avtosavdosi yanimizda Xudo xolasa gelip ko'rib xarid qilaveradi. Bir video ishlab beraman, qo'shirayat deb xalqimizga manfaatli bo'lsin degan niyatda Xudo xolasa masakillarimizni ko'rsatyapmiz. 6 akkumulyatorli Armada masakilimiz 1.30-1.80 kuzuk kengligi 1,5 tonnalık deb aytiladi. Xudo xolasa sizlarga bir narsani aytib o'tsak,miz masakilimiz 20 ming so'mdan kunlik to'lovi olib ketasizlar, 8 ming so'mdan deb o'tirish yo'q bizda aziz obunachilarimiz. Xudo xolasa men sizlarga manfaatli bir video qo'yib beryapman. Shu masakilimizni oladi odamga 20 ming so'm pulni qo'shib berib beraman. 20 ming so'm, bir dona 20 mingni qo'shib berib beraman. 20 ming so'm bilan chiqadi degan gap yo'q bizda. 20 ming so'm pul qo'shib berib beraman sizlarga. Keyin obunachilarimiz. Oybek aka, shu o'rinda yana bir narsani tushuntirib o'ting. Ham pul oladi, ham mototsikl oladimi? Nechta bo'ladi dasturi? Bizlar bir pasport evazini xohlasa hokim yordamchi orqali bitadigan narsa bu tushuntirib aytish kerakdan bu narsani. Hokim yordamchi orqali yanına borib turib, bir dona tavsiyanoma olib boradi, olib keladi bu yerga. Mototsiklimizni ham olib ketadi, ham 20 ming so'm pul olib ketadi. Dastlabki xizmatlar hammasi ichimda shuni. Shunda qaysi tuman bo'lsa, shu qaysi tumandan kelib xarid etsak bo'lsalar, shu tumanni o'zine borib, hokim yordamchisidan uchrashadimi? Shunday bo'ladimi? Har kimning o'zining mahallasida hokim yordamchi ajratilgan. Bir donadan shu hokim yordamchi orqali yana borib turib, bir dona tavsiyanoma olib keladi. Mototsiklimizni 20 ming so'm pul bilan olib ketaveradi. Qaranglar, mototsikllar har xil turdagi assortimentlar bor. Mototsikl kerak bo'lsa, Oybek Motoga uchrashasizlar. Mashina olish istagi bo'ladigan bo'lsa, o'zlaringiz o'taverasizlar. Ruslan avtosavdoda har xil turdagi mashinalarimiz bor. Bemalol kelaverasizlar. 24 soat xizmatdamiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, bir like, obuna bo'lib qo'shib unutmaymiz azizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Videomiz kengroq tarqalishi do'stlarga jo'natib qo'yishni unutmaymiz azizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Uchir samolyotni.